18 yoshli qiz va 22 yoshli yigit uyda narkotik yetishtirishgani uchun qo'lga olindi. Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumanida butun boshli narkolaboratoriya aniqlandi. Oddiy talabalar uyni ijaraga olishib, u yerda narkotik yetishtirib kelishgan va undan tashqari 15 ta odam uni tarqatishga yordam berishgan va albattaki ular ham qo'lga olindi. Men o'zim uyimda oddiy musiqani balandroq qilib qo'ygani qo'rqaman, bular esa butun boshli laboratoriya ochishgan. Hunterlar soni borgan sari ko'payib bormoqda. Oila va xotin-qizlar qo'mitasining xabar berishicha, bu yilning o'zida 5,5 mingtadan ortiq kelin-kuyovdan katta bo'lgan nikohlar ro'yxatdan o'tkazilgan. Bu aslida normal holat deb hisoblayman, chunki yosh hech narsani hal qilmaydi. Eng muhim narsa kallada. Hammaga assalomu alaykum. Siz bilan Qurshov yangiliklari va kelayotgan daqiqalar ichida siz bilan eng shovqinli yangiliklarni ko'rib chiqamiz. YouTube va Instagramni sudga berishdi. Ana bo'lmasam. Kaliforniyalik ayolning fikricha, YouTube va Instagram algoritmlari odamlarni o'ziga o'rgatib qo'yish uchun maxsus dasturlashtirilgan. Bu narsa tabiiyki yosh bolalarning o'zini tutishiga va ovqatlanishiga ta'sir qilyapti. Misol uchun, meni singlim YouTube'siz umuman ovqatlanmaydi. Mabodo ko'p to'polon qiladigan bo'lsa ham, shu telefonni qo'liga berib qo'yamiz, jim bo'ladi. Menimcha bu yaxshi ta'sir qilyapti shekilli, yo noto'g'ri? 14 yoshli qizni zo'rlagan jinoyatchi endi O'zbekiston Superligasida to'p suradi. Yaqinda Samarqandning Dinamo klubi Kingsley Safro ismli futbolchi bilan shartnoma imzoladi. Bundan 7-8 yil oldin ushbu futbolchi Shvetsiyaning Mjolmo klubida to'p surgan va aynan o'sha vaqtlarda qing'ir ishlarga qo'l urgan. Shvetsiya qonunlariga ko'ra u 2 yil 8 oyga qamalishi kerak edi, lekin u hali ham o'z faoliyatini davom ettiryapti. Mana endi o'zimizni quyoshli o'lkamizda ham to'p surishda davom etadi. Umid qilamizki, faqatgina futbol o'ynaydi, boshqa narsaga chalg'imaydi. Xavotir olmanglar, o'zim tekshirdim. Epsteinning fayllarida Kingsley Safro yo'q, lekin Frank Riberi bor. Novzada yong'in bo'ldi. Novza metrosi yonidagi bino tomidan yong'in chiqdi va hozircha aynan nima sababli yong'in bo'lganini aniqlashmadi. Qizig'i, xuddi o'sha kuni Andijondagi ko'p qavatli uylarda ham portlash bo'lgan. Buni sababi esa gaz quvurlari, gaz uskunalari yoki bo'lmasam vanna tizimidagi nosozlik deb ko'rsatishdi. Aynan mana shu insidentlardan keyin ko'plab maktablar va bog'chalarda evakuatsiyani mashg'ulot qilishni boshlashdi. Nima deb o'ylaysiz? Kelajakka yoki tarixga sayohat qilish mumkinmi? Yo'q, hali iloji yo'q. Lekin ota-bobolarimiz bosgan yo'llardan borishimiz mumkin. Misol uchun, Turkiyada yaqinda o'g'irlik qilgan yigit buni aniq bobosi bilan reja qilgan. 100%. Yigit zargarlik do'koniga buzib kirgan va zargarlik buyumlarini o'g'irlab ketgan. Do'konga buzib kirganidan keyin signalizatsiya darrov ishga tushgan va politsiyaga xabar bergan. Politsiya voqea joyiga yetib kelguncha yigit allaqachon qochib bo'lgan edi. Nimada qochdi deb o'ylaysiz? Eshikda qochdi va buyumlarni yerga qazib qo'ygan. Videoni ko'rdilaringmi? Lekin politsiya baribir uni qo'lga olishdi. Eshik musodara qilindimi yoki yo'qmi? Aniq emas. Siz nima deb o'ylaysiz? Kommentariyaga yozib qo'ying. Xizmat uyida narkolaboratoriya ochgan uchastkovoy qo'lga olindi. Breaking Bad. Say my name. U sintetik narkotiklarni suyuq holatda olib, uni quritib va undan keyin sotish bilan shug'ullangan edi. To'lovlarni faqat kriptoda qabul qilgan. Sud uchastkovoy kriptoaktiv almashuvni qonunlarini buzgani va narko jinoyatlari uchun 12 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Qarangki, uchastkovoyga ham kimyo-darslar kerak bo'ldi. Nasaf, Bunyodkor, Buxoro jamoalari endi homiysiz qolishdi. Yaqinda prezident huzurida O'zbekneftgazni yaxshilash va moliyaviy stabillashtirish bo'yicha majlis o'tkazildi. O'zbekneftgaz kelasi yillardagi rejalariga futbol klublariga homiylik qilishni kiritmagan. Buni Superliga boshlanishidan 15 kun oldin e'lon qilishdi. Endi jamoalar o'ziga yangi homiy izlash kerak. O'tgan mavsumni Nasaf 3-o'rinda, Bunyodkor 5-o'rinda, Buxoro esa 15-o'rinda yakunlashgan. Nurlan Saburovning Rossiya Federatsiyasiga kirishini 50 yilga taqiqlab qo'yishdi. Buni menimcha o'zi ko'pchilik eshitdi. Agarda eshitmay qolgan bo'lsangiz, ikki og'iz izoh berib ketaman. Nurlan Saburov Rossiyaning siyosatini tanqid qilganligi va undan tashqari migratsiya va soliqlari bilan muammolari borligi uchun uni 50 yilga Rossiya Federatsiyasiga kirishini taqiqlab qo'yishdi. Endi uni Qozog'istonda 12 yilga qamashlari mumkin. Bunga sabab u Wagner bo'linmasiga mototsikl sovg'a qilgan va bu narsani kontent sifatida suratga olib ijtimoiy tarmoqlarga yuklashgan. Hozirda bu keys bo'yicha tergov ishlari olib borilyapti. Ko'ramiz, что будет дальше. Elon Musk oyda shahar qurishni reja qilyapti. Senga oyni sovg'a qilaman degan gapni Musk prosta aytmagan. Действие bor.
Elon Muskning aytishicha, Marsda shahar qurishga 20 yil ketadigan bo'lsa, Oyda qurish uchun bor yo'g'i 10 yil ketar ekan. Hozirgi paytda SpaceX bu narsani jiddiy qarab, o'z-o'zini ta'minlay oladigan aholi punktini qurishni reja qilishyapti. Lekin Marsdan hali ham voz kechilgani yo'q. 5-6 yildan keyin yana shu mavzuga qaytamiz baribir. Baribir bir kun kelib biz Marsda yashaymiz. Chunki Yerni Marsdan farqi qolmaydi kelajakda. Faqat narsaga kelishib olaylik hozirdan. Marsga borgandan keyin bedapress, tam mollar kerak emas, iltimos shu yerda qolsin. Yoki shularni shaqib tashlab ketaylik. Oyga borish Marsga borishga nisbatan ancha osonroq va kamroq vaqt oladi. Misol uchun, qanaqadir baxtsiz hodisa bo'ladigan bo'lsa yoki qanaqadir kutilmagan vaziyatlar bo'lib qoladigan bo'lsa, Yerdan yordamni Oyga 3 kun ichida yetkazib olib borish mumkin. Lekin Marsga yetkazib borish uchun 6 oydan 9 oygacha bo'lgan vaqt ketadi. Tez orada bilib olamiz. Neil Armstrong rostdan Oyga qadam qo'yganmi yo hammamizni aldaganmi? Gollivud o'sha payt kino qilib Amerika kulturasiga qiziqadiganlar allaqachon bilishadi. Super Bowl o'tib ketib bo'ldi va uni halftime shouda Bad Bunny performance, ya'ni chiqish qildi. Super Bowlda o'ziga bilmaganlar uchun ikki og'iz tushuntirish berib ketaman. U nima? Uni qaysidir ma'noda Amerika futbolining super finali desak bo'ladi. Misol uchun, Yevropa Chempionlar Ligasini yutgan komanda bilan Yevropa Ligasini yutgan komanda har yili o'sha mavsum oxirida UEFA Super Kubogiga o'yin o'ynashadi. Super Bowl ham xuddi shunaqa narsa. Super Bowlni orasidagi tanaffus vaqtida esa har yili katta shoular bo'ladi. U shoularda juda ham katta artistlar chiqqan. Misol uchun Michael Jackson, The Weeknd, Rihanna, Dr. Dre. Qanaqa katta yulduzni o'ylasangiz, hozir xayolingizga kim keldi? Kendrick Lamarmi? Da, Kendrick Lamar ham chiqqan. Drake chiqmadi lekin. Bu yilgi shou nimasi bilan farq qildi? Yaqindagina Grammy'ni yutgan Bad Bunny performance qildi, ya'ni chiqish qildi va u birinchi marta to'liq ispan tilida o'tkazilgan shou sifatida tarixga kirdi. Trampning migrantlarga nisbatan olib borayotgan keskin siyosati fonida bu umuman o'zgacha ko'rindi. Ayniqsa Bad Bunny stadionda kichkina Puerto Rikoni qurgani o'zgacha vibe va atmosfera berdi. Performans oxirida u Amerika qit'asidagi barcha davlatlarni sanab, birgalikda biz Amerikamiz deb sahnani tark etdi. Tramp esa bu narsani tanqid qildi. Oxirgi yillarda halftime shoular juda yaxshi bo'lmayapti deb. Bunga sabab balki oxirgi yillarda oq tanli artistlar halftime shouda chiqmayotganidir. Siz nima deb o'ylaysiz? Spider-Man haqidagi multfilmni ko'rganmisiz? Agar ko'rgan bo'lsangiz, bu personaj sizga aniq tanish bo'lsa kerak. Va o'sha hammaga tanish bo'lgan Amazon Prime Video esa Spider-Man haqidagi serialni e'lon qildi. Serial nomi Spider Noir bo'lib, undagi bosh rolni esa Nicolas Cage o'ynashi e'lon qilindi. Serial detektiv janrida bo'lib, unda korrupsiyaga va jinoyatlarga qarshi kurashlar bo'lib o'tadi. Serial detektiv janrida bo'ladi. Unda Ben Reilly jinoyatlar va korrupsiyaga qarshi kurashadi. Serialning premyerasi 25-may kuni. Bu Nicolas Cage'ning TV'dagi birinchi roli hisoblanadi. Serialning har bir qismi ikki xil, ya'ni rangli va rangsiz oq-qora usulda efirga uzatiladi. Michael Jackson haqidagi filmning birinchi treyleri va nihoyat chiqdi. Michael Jackson haqidagi filmda ijodkorlarning xato qilishga umuman haqqi yo'q. Sababi bu juda ham katta mas'uliyat bo'lib va albattaki bu pop qiroli haqida gap ketyapti. Hozircha bizga nimalar aniq? Bosh rolni Michael Jacksonning jani Jafar Jackson ijro etadi. Film Michael Jacksonning karyerasi, alohida artist sifatida o'zini topishi va qanday qilib pop qiroli maqomiga erishgani haqida hikoya qiladi. Film ijodkorlari bundan oldin Freddie Mercury haqidagi filmi bilan katta muvaffaqiyatga erishgan edi. Michael Jackson haqidagi filmda xato qilishga ijodkorlarning umuman haqqi yo'q. O'sha butun dunyoda shov-shuv bo'layotgan Epstein haqida gaplashamiz. Jeffrey Epstein amerikalik mashhur moliyachi va badavlat investor sifatida tanilgan shaxs bo'lib, u yillar davomida siyosatchilar, olimlar va mashhurlar bilan aloqasi borligi uchun e'tibor qozongan. Keyinchalik u voyaga yetmaganlarga nisbatan jinsiy jinoyatlar va odam savdosida ayblandi. Barcha jinoyatlarni esa u AQShdagi o'zining shaxsiy orolida bir necha mashhur shaxslar bilan sodir qilgani aytilmoqda. Ular orasida Jay-Z, Pusha T nomlari borligi qayd etilgan. Qizig'i shundaki, u orolda Donald Trump ham bor bo'lgan degan mishmishlar bor. Jeffrey Epstein faoliyati natijasida kamida 47 nafar jabrlangan shaxs aniqlangan. Ular ichida 20 dan ortig'i voyaga yetmaganlar. Eng qizig'i shundaki, ular orasida samarqandlik qiz ham topilgan. Bu juda ham achinarli. Trump bahsli post qo'ydi. Kim bu odamga o'zi AI'da video rasm generatsiyasini o'rgatgan? Donald Trump o'zining Twitter sahifasida Barack Obama va uning ayoli Michelle'ni maymun ko'rinishidagi videosini joyladi. Bu videoda umumiy AQShdagi siyosatchilar hayvonlar ko'rinishida tasvirlangan. Trampning o'zi sher, demokratlar esa cho'chqa sifatida ko'rsatilgan. Oq uy buni rasizm emas, shunchaki ijtimoiy tarmoqlardagi mem deb izoh berdi. Istanbulda o'zbekistonlik ayollarni o'ldirishdi. Bu shunchaki qotillik emas, so'nggi yillardagi eng dahshatli voqealardan biri.
Aniqlanishicha, birinchi bo'lib Sayyora Ergashaliyeva 23-yanvar kuni o'ldirilgan va uning telefoni orqali Durdona Hakimovani chaqirishgan. Hozirda tergov ishlari olib borilmoqda. Bir qancha ishlar qo'lga olindi. Hattoki bu ishga aralashgan bir qancha shaxslar Gruziyaga qochib ketishga urinishgan va aeroportda qo'lga olinishgan. Durdona Hakimova va Sayyora Ergashaliyeva ijaraga olingan kvartirada pichoq bilan o'ldirilgan va ularning jasadlari bo'laklarga bo'linib, har xil chiqindi qutilariga tashlab yuborilgan. O'zbek kulgi olami og'ir judolikka uchradi. Dizayn jamoasi a'zosi Dilshodbek Musabekov 50 yoshida vafot etdi. O'limning sababi sifatida hozircha infarkt ko'rsatilmoqda, lekin bu hali tasdiqlanmadi. Biz jamoamiz nomidan marhumning oila a'zolariga va yaqinlariga hamdardlik bildiramiz. Rossiyada Telegramni bloklashyapti. Uni o'rniga esa hukumat nazorati ostidagi messenjerni foydalanishga olib kirishadi. Bu yilning sentyabr oyida bu qonun kuchga kirishi mumkin. Albatta, Pavel Durov bunga jim qarab turgani yo'q. O'zining Telegram kanalida vaziyat bo'yicha post yozdi. Postda bundan oldin Eron ham bunga uringanini, lekin odamlar VPN orqali baribir ham Telegramdan foydalanishganini eslatib o'tdi. Undan tashqari, u bunday qarorlarni tanqid qildi. Bizda hozircha shular edi. Kanalga obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang. Sog' bo'ling, omon bo'ling.